Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirgaringlar, pullaringlarni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik paukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hosil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadam bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmangizdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ydi. Navbat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ulaymi? Nima qiling? Nima turing? Navbat aka o'pka chiqib ketdimi? Qo'pol. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashlab oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchi bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarayibdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadan keldi, qis. O'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'i yeb yuribsizmi? Otaxon chumizga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomg'ildi otaxon. Pato yordingiz lekin, sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maykay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pa. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizim ichi yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Qichiq ekan, seni. Vo, bu Cherry'ni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingizni ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring, olaman seni. Qizi vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, yertaga kelaman-a. Olmaz, mashina olaman o'yla, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin chetga ol. Mashina olib minib yuraman deyodim-a. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Ilayni hammasi deyman, ko'tarishdomda, hayvon. Assalomu alaykum aka, keling. Aka, qizimga uzi yomoqchi edim. Xo'p, barmoqlar razmerini bilasizmi? Xo'p, razmeri. Nima qilyapsiz? Ilayni qilyapti. Ha, olganman, taxminan mana shuncha-da. Buni ko'ringchi, to'g'ri keladi. Bo'ldi aka, shuni olaman. Uka, mana o'zingni shirinlikni ichiga solib olib borasan, surpriz qilmoqchiman. Qizingizga rahmat. Bo'ldi, keyin qilaman. Tezlash. Qaraganda shu o'lgiram. Kir. Hojatga ham sensiz kira olma. Birinchi sen kirib olishing kerak. Kir, sen bilan kiraman. Qulpinizga yaxshi o'tiribsanmi?
hech ham o'tkazmagin. O'tirib yeyish orzum menga. Doim xalaqit berasan. Otaxon tinchlikmi? To'g'risini aytsam, buni tirjaymi o'lgiram, tinmasdan yashashimga xalaqit qilib kelyapti-da. Ochig'ini aytganda gemoroyi bor. Uyaltirmasang endi Qudrat. Ya otaxon qiynalib yurmang, men sizga bitta dori aytaman. Takpay bilan qirilib ketadi. Fulbodiya 600. Ta. Voy dod, rahmat o'g'lim. Yillik og'rig'imni bir deganda big'illatib qo'ydi-ya. Joni sog' bo'lsin ota. Buyurtmaylar tayyor. Rahmat. Bugun senga zo'r surpriz bo'ladi. Shirinlikni yaxshi ko'raman-da. Ko'zingga olaymi o'lgur, moshillab yevording-a molga o'sha. Zo'r ekan-a? U nimadir tiqilmadimi yeyotganingda? Tur ketdi. Atga? Sen ranging jicha g'alati bo'layapti-da, borib analiz topshiramiz. Tur. Nima qiling? Shirinlik yaxshi. Oldinga tish, mol. Ma'rifjon shirinligi qichig'i siz uchun maxsus. Bilsangiz bilarsiz, sizni yaxshi ko'raman do'stim. Oling. Yuzikmi? Yuzik bering menga. To'g'risini sen sinfdoshlarga nima deyman? Xotinimga nima deyman? Nima deyapsiz? Gemoroy tuzalgandan keyin berdingmi? Kelma, hech kim yo'q. To'p o'tdi Messiga va joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shpaytam xislaydim, Daho, ha. Bo'letam yerda ammasinikida joylashganda po'sh. Horbi, salomat bo'ling. Qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulagansan. Bitta o'zing qo'ymayin deb sherigiga keldim. Mo'nishaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Juda yaxshimisan? Nodir ustoz bugun o'tib qolibdilar. Ertaroq ta'ziyaga o'tib kelamiz. Domla men bilan, Hozir hazil deb aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadirlar olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla men ham anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Hashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz oyog'i tuyog'mi? Ustoz oyog'i tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'y-ya, qayga ketyapsan? Yaxshi ham tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. Tog'a kap-katta boralarni o'zim cho'milaman. Katta bo'lganingda tog'am cho'miltirgan deb maqtanib yurasan. Davay. Tish qimillasa sira sug'urib tashlash kerak. Qale. Tog'a boshqasini olib qo'ydingiz-ku. Erkak kishi bashar bo'lib katta bo'ladi. Turkiyada aylantirib kelaman. Tog'a, plyajga boraman demaysiz. Haligi salqi ichimlik bo'ladi-yu, turbuchkasi, zontikchasi bor. O'shanaqa mahitolar ichib, zangar olib yotishga nima yetsin, ha? Plyajga bormoqchimisan? Ha? Hozir zo'r plyajga boraman, yur. Tog'a, bu plyaj emas-ku, asfaltga olib chiqib qo'ydingiz. Ajiyam plyajda ham shunaqa issiq bo'ladi-da. Qara, mana mevali suvlardan qilib qo'yganman, turbuchkalar, zontikchalari bilan. Sen to'ygin deb bir paqir qilib tayyorlab berdim. Tayyorlan. To'lqin kelyapti. Ha, to'lqin. Tog'a, qayerga keldik? Jiyan, biz avlodda o'qigan odam chiqmagan. Sen o'qi, Turkiy davlatlar xalqaro universitetiga keldik. Bu prezident qarori bilan ochilgan universitet. Sen o'qi, Jiyan. Va Jiyan, yo'nalishlarni aytmaysanmi? Davolash ishi, kompyuter injeneri, qishloq xo'jaligi, neft va gaz, undan tashqari 10 dan oshiq yo'nalishlari bor. Agar DTMda 60 balldan yuqori ball olgan bo'lsang, imtihonlarsiz universitetga qabul qilinasan. Yo'q. Ha. Jiyan, bu yerda bitirsang, ikkita diplomga ega bo'lasan. Bittasi Turkiyaniki, bittasi O'zbekistonniki. Bu diplom любой davlatga o'tadi. Zo'r ekan, o'qiyman. Malades. Jiyan tiriq, semirishing kerak-da, mana qara, cho'p bo'lib qolgansan. Assalomu alaykum. Jiyan bilan urushasanmi? Do'st, urushasanmi? Yo'q. Urushasan, Jiyan tog'ingga suyan. Davay, bos. Davay, Jiyan, davay. Jiyan. Jiyan.
jiyan. Va jiyan, cho'miltirgan paytimga qaytib qolganda buyuktirib o'ldirardim.